Adat xo'shan qilganda qasqan silib atayin dumlab pishirdi. Bugun biz birli qozondan chiqadigan xo'shan qilish usulini birlikda o'rganib baqamdi. Tayyorlash usulim pek oddiy, paxtadek yumshoq, ta'miga kep ketmaydi. Mayli atganlik tushlik tomoqning har qanday o'rinlashtirsanglar bilaverdi. Cho'ng kichkamiz yoqtirib yeydi. Qani buni qanday qilamiz-ki, oxirigacha ko'rib birlikda o'rganib baqaylik. Oldi bilan xamirni jug'urib olamiz. Chansonimiz qatda muvofiq qunga azroq soda berib aralashtirib o'tgandan keyin bir qo'shiq abjash may yoki seriq may qo'shib etamiz. Endi limon suvining ustiga azroq xamir turish bilan shikan yaxshi aralashtirib eritib olgandan keyin uni ustiga to'kib, xamirning chang bo'shliqini normal qilib yug'urib, o'zidan biroz yo'g'ong'icha ko'ptirish uchun qo'yib qo'yamiz. Endi bu oraliqda qiymini qilib olamiz. Qiymiga muqim o'lcham yo'q. O'zimiz nimani yaxshi ko'rib yesak, shulardan qiyma qilsak bo'laverdi, ha. Men bugun qo'y go'shi, bash piyoz, sho'xla, ko'k qizil lazlardan qiyma qildim. Ta'min tashlash uchun muvofiq tuz, qarmoch, aqmoch sirlardan berib yaxshi aralashtirib qiymini tayyor qilib oldim. Bo'ldirib olgan xamirimizni taxta qilib, odatdagi buloqmantining xamirdek cho'ng kichiklikni muvofiq kesib, xamirning bir-biriga chaplashib qolmaslik uchun un sepib olamiz. Undan keyin jiltisini qo'limiz bilan cho'risini nepizrak o'tirni qilinroq qilib yumaloq shaklda cho'ngiltib olgandan keyin muvofiq qiyim silib odatdagi buloqmantiga o'xshash tugib tayyorlab olamiz. Arqadan qozonni silib odatda say qo'rgandan ko'proq moy qo'yib qizigandan keyin xo'shanglarimizni silib ichkili yuzini qizartib elib olamiz. Har kun shunday qulay ham yeyishlik o'zgacha tomoqlarni yeyishni yutib tomoq yeyishni yaxshi ko'rgan do'stlar, men ayshilishni unutmanglar. Endi xo'shanglarimiz qaytib kelsak, buni pishirib olish shart emas. Ichkili yuzni shunday qizartib elib olgandan keyin qozondagi ortiqcha maylarni elitib, bir tal yoki ikki tal yog'ni ko'rsatilgandek qalin to'g'rab tavuning tagiga tayshi yeyib selib olamiz. Uning ustiga qizartib elib olgan xo'shanglarimizni ratlik tizib olgandan keyin yarim chin atrofida qaynoq suv qo'yib, tovoqni to'n o'tda 15 minut dumlab pishasaqlam tayyor bo'ldi. Men xo'shangning mezlik purqi o'yining ichini bir oldi do'stlar, ajoyib o'xshab ketibdi. Yoqtirgan bo'lsanglar yurak berib saqlayib, sizlarni oilada qo'l silib bir sinab yiqishni unutmanglar.